Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadik bo'lganadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu soatda vafli shirin bo'lsin hayotinglar. Ter, bitta ter olib kelib. Ay, qizim borgan joyga tosh otsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada. Ket, turqin qursin. Men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim-a. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qishidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin, chidolmadim-da. Hammang sen baribir tutasanlar. Hala bor ekanmi bugungi 70 yoshli erga tegib. Qani yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvini faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan-a? Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi, kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salom-da-ya. Yo, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlab, kartoshkalar bilan bir mazali o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protez qo'lim olib ketib qoldingiz-mi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishlatasizmi? Buni tog'origa solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Yetgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan maza qishlatsangiz joyi. Zebotur radomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Bu vin tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Xolani sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Mintaka ishlankani burchagi. Cho'chima, bizning oila san'atkorlar oilasi. Shunaqa pullatib yuramiz-da. Chidolmadim bevafoning makriga mak. Adajon urishmaylar. Ladan oldingiz o'zi ham. ertaga oshim borda shunga tayyorgarlik. Nima baqiraveradi bular? Zebo pul so'rovmi deb ukam yig'ib qo'ygan ekan. To'yda terganmisizlar buni? Soch bo'lib yotibdi. Avamda loy bo'lib yotgani ham bor, yomg'irda terganda. Qarab ola, mana tepadan bunday sochganda iloji bo'lsa havodan teryapti. Havo Nima qilishyapti? Ha, ukam Plisosbek bilan to'yda pul terish mashqini bajarishyapti. Oyi, puli jinniroq ekan. Я экспонат, ты мой фанат. Миллион на тысячу карат. Kelin kecha to'yda shunaqa o'ynaganlar ko'p pul topdi, shunga mashq qilayotgandim. Kelin qarang, she'r yozdim. Ashnaqa de, ashnaqa hozirgi bola mashinaqa. Qarang. Zo'r oyijon, lekin nimaga hamma soch bo'lib yotibdi? To'y yurib sochim to'kilib ketdi-da. Voy oyijon, trichap shampullarni ishlatsangiz bo'ladi-yu, har xil sochlarga tushadiganlar bor. Masalan, siz mashinasini ishlating, soch to'kilishiga qarshi. Bunisini ishlatsangiz, sochingizni o'stira olmayotganlar uchun vashi zo'r. Eng zo'ri bu shampulli sulfatsiz. Как раз man bop ekan-da. Bozorga borsam soch to'kilishiga qarshi deb beradi, vochim foyda qilmaydi. Dada, sanodorachiga ko'p pul berib olyapsiz. Nima qilsa-ekan-a? Nima menga bunaqa pulga qaragandek qarayapsizlar? Boshidan tangalar, sochidan shovur. Adajon, gitaristga nech pul beryapsiz? 200. Ertadan chaqirmang, o'zim chalaman. Yor aytsa yangalar, yurak yondi lovullab. Dadasi, siz sasiyapsizmi? Voy. Yo'q-a? Ha, bu nom yog'i yoz issiq. Sal o'zingizga qarab cho'milib, yuvinib yuring, baraka topkur. Ha, xo'p, Ha? Chiqdingizmi? 2 soatdan beri kutdim-mana. Nima qilay, cho'mildim-da, yoz-ku. Delfin bo'lib keting, bir kunda 10 marta cho'milib. Menga suv qoldimi o'zi? Yurgan. Ay, bo'ldi. Yaqin qulog'im. Ay. Mana kim bolasi? Ha, meni bolam? Sizni bolangiz bo'lsa, ota bo'lib bir tarbiya bering, urishing kerak bo'lsa, uring. Xo'p. Bu yoqqa nima to'polon qilyapsan? O'ldiraman hozir bu yoqqa kelsan. Ey! Nima urasiz bolani? Ha?
Bitta joyingizni achib tug'magansiz-da, qo'lingizni tekkizmang. O'sha qo'lingizdagi reminga o'zingiz osib tashlayman. Dadasi menga oxirgi marta qachon podarka qilganingiz esingizdami? To'g'ri. O'sha payt dinozavrlar ham tirik edi. Mana qulog'imdagi sirg'am yaqinda chirib tushadi. Yangisini hali ber olmasam kerak-a? Onajonisi, olib keldim. Dadasi shu kallangiz ishlamaydi. Shu tillangiz puliga bilasizmi, qancha go'sht berardi? Ha, bir oy yardik mazza qilib. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Odamlar eriga o'shanda quyuqqina hayrlashishni ham bilmaysiz. Ha, nima qilay? Dugonalarim eri ishga ketayotganda xotinini o'pib, quchoqlab ketadi. Bo'pti, men ishga ketyapman. Ketavering. Xayrlashmaysanmi? Ko'p kunduzi siz uyalmaysizmi? Mana aytib bolalaringiz bor, ana oyjon ko'rib qolsa nima deydi? Suyuq. Tomdan tush maymunlar! Onam! Qizim bitta achchiq choydamlar. Quruq choy qayerda? Quruq choy qayerda turishini bilmaydi bu qiz. Senga faqat serial bo'lsa, ko'chaga chiqib dugonalarimga baqir g'iybat bo'lsa bo'ldi. Men nima qildim? Kallamni oyis tayladlang, daga paga bo'lib. Senga ayirib taylayman, tayla qo'lingdagini. Ana o'ynayapmiz-ku. Ovozingni o'chir, jittaylayman og'zingni, kirib uxla. Tegma. Tozalab, chala tog'maganman sen, turolmay, toza, Ish buyurgansizki o'zim qilaman-ki, oxirida tekshirasiz, o'rgatmang. Men gap qaytarma. Qiz o'bay qiziga toshmagan, tozalab artyapman senga. Bolalarim tiringlar. Bolajonlarim, turamiz. Yaxshi gap tengingmasa senlarni turolmayman deyapman. Ularni abetda uxlatish qiyin, uxlagandan keyin turg'izish qiyin. Bolalarim, hadeb yotavermanglar. Sizlardan umidim katta. Ona, men o'qishga topshirib, sizni hamma orzularingizni amalga oshiraman. Uka ragatga ham rezin qo'yib, ko'z yumib o'tamizki. Ketdik. Gulnora, yaxshimisan? Bankalar yuvib qo'ydin, ikra yopaman. Sen o'zing yopdingmi, yo'qmi? Yo'qqa ket! Tinchlikmi? Kecha aytgan narsasini olib bermadim-da, sizga televizor oldim. Ber, bolam, shuncha mehnat qilyapti, ishimizni qil, ber. Ayol kishini ko'ngli nozik bo'ladi, bolam. Ber degan narsasini ber. O'zi sizga aytmasdan bitta tilla o'ziga olib berganman. Detiya qursa, odam bo'lmading-da. Ali bu xo'rlangan qaynonalar kompaniyasimi? Tez yetib keling.